Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Besnitsalarimiz bitdi. Asartomizda ishlar jadallik bilan ketyapti. E'tibor beringlar, turi 70 ga 7,5-8 metrlik zal bo'lyapti. Bu yerda ham bitta xona, bu joy hol, derazadan chiqib bu yer hol bo'lyapti. Bu tomonda ikkita xona bo'lyapti. Bo'yi 330 oldu. Zalni bo'yi 330 oldu. Bu xonalarimizning eng past joyi 280 bo'ldi. Nihoyatda katta mansarda tom bo'lyapti. Straplerlarimiz oldiga 240 strapl tushgan. Chiripitsamiz 210-215 chiripitsamiz tushadi. Kichkinaroqimiz 1 metr bo'ldi. Bo'yi 1,5 metr. Xudo xolasa. Mana bu romlarimiz kattaroq bo'lgan. 1,60 bo'lgan edi. Nihoyatda go'zal chiqadi, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting. Foydali videolar qo'yib boraman.